2026-yil 1-martdan boshlab qariyb 2000 turdagi retsept bilan beriladigan dori vositalarining narxlari qayta shakllantirildi. Natijada dorixonalarda ayrim dori vositalari avvalgiga nisbatan arzonroq narxlarda sotila boshlandi. Bu o'zgarishlarni aholi qay darajada sezayotgani bilan qiziqdik. Narxi tushganini eshitganman, aptekadan arzonga oldim. 160 mingga olinadigan dorimni 90 mingga oldim. Demak, sezdingiz? Men sezdim albatta. O'sha xabarim bor 2000 xil dorini narxi tushganligidan. Zo'r xalq uchun hammaga foydali narsa bo'lyapti. Dorilarning referent narxi haqida birorta ma'lumotga egamiz? Yo'q, hech narsa sezmadim. Dorilar narxi tushganida. Yaxshi, narx-navosi. Optiraman dori. Nisbatan ancha tushgan, dorilar yaxshi. Fuqarolarning aytishicha, ayniqsa doimiy dori iste'mol qiladigan oilalar uchun narxlarning pasaygani sezilarli yengillik bo'lgan. Ba'zi xaridorlar avval bir xil dori turli dorixonalarda keskin farqli narxlarda uchraganini, hozir esa narxlar ancha tartibga tushganini ta'kidlamoqda. Dorilar uchun tasdiqlangan referent narxlarni bilish uchun farm.gov.uz rasmiy sayti yoki Farm.uz mobil ilovasidan foydalanish mumkin. Ilova orqali dori vositasining markirovkasini skanerlab, uning cheklangan chakana narxi, tarkibi va ishlab chiqaruvchisi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin. Agar dorixonalarda dori vositasi belgilangan narxdan qimmat sotilgani aniqlansa, platformaning shikoyatlar bo'limi orqali murojaat qoldirish mumkin. Murojaatlar vakolatli organlar tomonidan o'rganilib, qonunchilik asosida tegishli choralar ko'riladi. Shuningdek, 2026-yil 1-iyuldan boshlab yana qariyb 2500 turdagi retsept asosida beriladigan dori vositalarining narxlari pasaytirilmoqda. Ularning ro'yxati bilan ham rasmiy manbalar orqali tanishish mumkin.